Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Qarindoshlar, Allah razı olsun kelgan onaga. Birin şu beg'ishlash ruhi deb shuningda to'xtaladigan bo'ldik endi. Bu beg'ishlash lug'atda taqdim qilish, atash deganlik bo'lgan. Bu beg'ishlash bütün huzur halovatning, baxt saodatning va oxiratdagi qurtulishninki birdan-bir eng kuchli kapolat ekanda endi. Masalan, Alloh taolaga ibodat qilgan vaqtida Alloh taolaga bütün shu muhabbatimizni, bütün ixlosimizni, bütün itoatimizni ayda beg'ishlash. Masalan, oilada masalan ayolmi bir-biriga masalan qarshiliksiz va turklarda bir gap bor, qarshiliqli sevgi deydi. Qarshiliq bizda islomda qarshiliksiz. Chunki har qanday bir ishni Alloh roziligi uchun qiladi. Alloh roziligi uchun qilgandan Alloh taolo ashuni mukofotini bu avval bu dunyoda, keyin oxiratda biritdi. Shunga oila hayotidami qarshiliksiz muhabbat, ya'ni birisi-birisiga o'zini atash, o'zining muhabbatini atash, barlig'ini atash, hamma narsani atash endi. Ermi ayol shundan, ayol shundan. Bular ballarga masalan, nurg'un odamlar masalan, "Jiq dunyo qoldirib qo'ysam, balarim keyin jabhat atmay hayot kechirsa" deb bunda o'ylashi mumkin. Ammo nurg'un dunyoning o'rniga nurg'un ilm, nurg'un axloq, qimmat qarash ayni qap ketgandan keyin bu u ballarning oxirida ashunga duo qilib turtgan ayni bir holatni keltirganda bu beg'ishlash normalda masalan qanday bir ish, masalan ilmga beg'ishlandik yoki bir hunarga beg'ishlandik deydi, yoki bir tijoratga beg'ishlandik deydi. Ashuni bütün vujudimiz bilan, bütünümüz bilan, yerimiz emas, bütün vujudimiz bilan birilgan chaqdi bo'lgan. Masalan ilm olgandimi, ilm elishdim, bütün vujud bilan. Masalan shu vatanni ozod qildigan burunqi shu vatan uchun kurash qilganlarmi masalan bütün vujudini atgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu dinni yetkazish uchun bütün boyligini, hayotini, umrini, rohatini hammani atgancha shunda bir beg'ishlash. Endi bu beg'ishlashda insonga mushu dunyoda uning huzur halovatini yashayotgan, oxiratda eng shu garantilik narsa shu beg'ishlashdan kelgan. Shu Qur'on Karimda "Men amila solihan falinafsihi" deydi. Kimki yaxshi ishni qilsa, u o'zi uchun deydi. Ya'ni biz kimga yaxshilik qilsak, asli o'zimizga qilgan yaxshilik ekan. Boshqalarga qildim deymiz, ammo shu orqali uning foydasini jiqroq biz olamiz ekan. "Va ma tuqaddim li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh" deydi Qur'on Karimda. "Va khayru va a'zam ajra." Üzanglar uchun qanday bir yaxshilik ishni qilsanglar Allohning dargohiga topsizlar. Allohning dargohiga topsizlar va u savob jihatdan nihoyat yuqori, yaxshilik jihatdan nihoyat yuqori. Endi kishilarning kallasiga keldiki, üzanglar uchun desa, tamam shu oxiratdagi ko'rimiz uni mukofot deydi. Oxiratda ko'radigan cho'ng bir mukofot. Ammo shu dunyoda masalan shu mu'minlarning huzur halovat bilan yashashi, sabr toqat bilan yashashi, masalan shu G'azzadagi musulmonlarningki shunchalik qiyinchilikda, shunchalik bombardimanda turib, ashunday ruhi ustun, shu huzurluq, ya'ni saodatlik bunda tug'anligi faqat shu beg'ishlashning ruhidan, beg'ishlashning shu dunyoda kelgan mukofot ekancha. Masalan, inson bir narsa boshqa kimga berish orqali, o'zi uningdan xo'shallikda, u xo'shallikdan burun. Shu faylosoflar tarixdan beri hammada ixtiloflashgan ekan. Hatto Alloh taolaning bar yo'q deb ixtiloflashgan, hamma narsa ixtiloflash, ammo bir narsa ixtiloflashmayotgan. U narsa nima ekan desa, baxt, saodat, huzur beg'ishlashdan keldi deganda hammasi o'xshaydi ekan. Musulmon faylosoflar shunday aytgan, musulmon emas faylosoflar shunday aytgan, huzur beg'ishlashdan kelgan. Va Koreyada bir gul satgan bir adam bor ekan, xo'jayin, ya'ni gul satgan cho'ng dukkuni bor odamda. Bu ishchilarga gullarni tayoqlarni siparish berganligida buyurgan gullarni tayoqlarni o'zim yetkazib beraman deb, o'zi gulni to'shib o'yliga olib kirib, o'zi yetkazganda bu kishi, "Abi xo'jayin, sizning shuncha ishchilaringiz bo'lsa, o'zingiz nima javob tortasiz uni siz o'zingiz, ya'ni Alloh avasingiz bo'lmam desa, men gulni taqdim qilgan vaqtimdagi kishilarning shu chiroyidagi shu xo'shallikdan huzur olaman. Shu o'zimdan qilgan degan. Ya demak, gul degan har qanday mayli erga bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, bir gulni shunda taqdim qilsa, har qanday odamning ko'ngli lipida echilib yuradi. Gul ashunda bir sevirlik narsa endi. Ko'ngli xo'shallikda. Shu terdagi xo'shallikdan amino nasibamni olaman demoqchi ekanda endi u. Yana bir nimada bir boy ekan, bu
hamma narsani qilib boqitgan, faqat huzur, saodat his qilolmayotgan. Haramga berib necha qatim umr qilgan, fiqirlarga zakot beritgan, nurg'un yaxshi ishlarni qilayotgan, savobli ishlarni qilayotgan, ish qilib yaxshidan qilgan. Lekin mush ishlarni hech qaysini huzur ololmadim degandan uniki bir do'sti turib, "Ay adash, mushalarga bir beg'ishlab boqmamsa, binasini beg'ishlab boqsam, bu bergan boshqa ekan, beg'ishlagan boshqa ekan. Qanday masalan, bergan bilan beg'ishlagan qanday farqi bor desanglar, masalan, haliqi gul sotgandan yoki gul sotqadan, u gulni muda bir berish bilan, biz shogirdi orqali yoki avatish bilan bergan bo'lsa ham, ammo o'z qo'li bilan buni berib, uningki huzurini olganlik, xuddi biz qo'sqimiz ochganda tomoqni qo'saqni to'yg'izishlar, palaq yeyolsam qo'saq to'ydi. Ammo shu tomoqni oldirmay chaynab, kuchugini bo'lmasa kuchugini suhbatlashib, kulib o'ltirib, xo'shallik bilan oldirmay yesa, 18 minutgacha bu odamning ishtihasi ichilib turgan. 18 minutdan keyin qolgandan keyin ishtiha yepildi ekan. Bunda tomoqni oz yeyishga foydasi bor ekan buningki. Ham bir tarafni huzur oladi, bir tarafni oldirmay yeydi. Qo'saq to'ydi, tomoqdan rasmiy huzur oladi, biri ortiq yeb, o'zini tutib oladi. Aslı tamak etken adam şuna tamakның yerimini yap, asla tamakni 18 minut ütep ketken bo'lsa, 18-20 minut ütep ketkendan keyin bu tamakның qag'ini ishat qo'zg'atib yap qolgan. Agar tez yetgan adam o normalda jiqib yotgan endi. Şuna bergan boshqa, endi beg'ishlagan boshqa ekan-da. Buningda endi bunda bir siyar a'lamil Nubala deyilgan bir kitap var. İmam Zahabi 5. asrdamiki, 7. asrda herhalde yazgan kitap. 18 tomluk bir kitapta. Bu kitapta bir qissini hikoya qildi. O qissa qanday desam, o'sha Xorasonda, Afg'onistonning Xorasonda bo'lgan qissa ekan. Qissaninki qahramoni Ahmad ibn Miskin degan odam ekan. Uni YouTube'ga yazsam Ahmad ibn Miskin deb chiqadi. Ulamolardan birisi. Ulamo endi ulamo. Ahmad ibn Miskin degan adam rivoyat qildi qissani. Bir kuni Xorasonning cho'ng jamoasida ashan imom vaqti Abu Abdullah Az-Zahid degan kishi edi. U kishi har juma kunlikda shu xutba so'zlab beradi, suhbat aytib beradi. Shuning bilan bir kuni shunday saqlab o'tirsak, bu kishi kam edi. Kechikib qoldimi yo nima bo'ldi? Kamigandan jamoat o'tirdi va bisingni chiqib so'zlab beraman, jamoat o'tirib qoldi degandan yenimda o'tirgan Abu Turab degan do'stim, sen onani Ahmad sen chiqib so'zlab bergin jamoatga. Sen nimani Imom Hanbal Ahmad ibn Hanbalni ko'rgan Bishrul Hafi degan tarixda o'tgan 3-asrda o'tgan cho'ng katta olim ekan. Shu olimni ko'rgansan, so'zlab bergan deganga ma'qulab chiqib so'zlab berib, men 5-da o'tgan bir qismini so'zlab beray deb, u deydi, Hijriya 219-yili men shu Bag'dodda bir ocharchilik bo'lib ketdi deydi. Shunda qo'shnilarimni tuqqanlarimni hammadan shunda bir ocharchilik. Yazning qattiq issiq kunlarda endi. Shunda bir kunlarda hatta bir yeşillik olsun mu da bir yep bilim kılayacak. Umutu gap bitirlikte açarçılık olan için hemmeden aşı istimal kılıp. Şunu olan üyemni satay desem aklıma her xil nimelik geldi endi. Yok endi pul yok endi. Yemek yok. Üyemni satay desem taladı qalımız balam. Bir ayalım bir balam var. Şunçilek acılık tattım ki men 3 hassa acılık tattım deydi. Üzem üçün, ayalım üçün, balam üçün. Ayalım 2 hassa açlık tattıydı. Üzü üçün, balam üçün. Balam 1 hassa açlık tattı. Boşunda açlıkta perişan halda nime kılışımını bilmey talağı çıktığımda menep aşı. Üzemi kusuqam aç mağdurum yok. Leylek gidip basam bir ülema uçturdu aldım deydi. O Ebu Nasır Sayyaf degen kişi iken. Umu tarixda bor Ebu Nasır Sayyaf degan olim endi. Bu adam uçrab voy nima bo'ldi? Sening bu holing bak yomon-ku degan qattiq acharchilikda uyda hechimi yo'q. Ayolimmi och, balammi och, o'zimmi och, shuni nima qilishimni bilmay chiqqanda deganda uning qo'lida bir yo'gaylik bir narsa bor ekanda. Uçturgan olimning qo'lida. Shuni qo'lga qarayotgan bu deb to'xta sana o'xshash mening beshimdan mingda bir ish o'tgan deb uningki oldingi tarixini so'zlab berdi. Abu Nasr Sayyaf so'zlab berdi. Abu Nasr Sayyaf degan odam aniq so'zlab berdi. Meningmi 10 necha yil burun beshimga muhimda bir xafalık kelgan. Shunda ocharchilikda ochliqda bir chiqsam, ko'chib chiqsam,
Bishril Hafi degan olim uchrab qoldi. Voy nim bo'ldi, seni bu holda ko'rash mening ko'nglim bek bir aram qilardi debdi. Bu shunda ochliq mena degan ekan. Amisa aqamda mang to'r og'in, beliq tutgan to'rni og'in aqamda mang dedi. Vaqtida aqsi mangsam, bu adam o'chaqda ugatmoqchi ekan. Qo'suqam ochdi deb o'ltirmay, sabab qilgan Xudoyim berdi deb ugatmoqchi ekanda, to'rni og'in daryoning bo'yiga chiqayli deb, sen 2 rakat tartal, 2 rakat namoz o'qidi. Vaqtida tartal 2 rakat namoz o'qidim. Undan keyin to'rni sog'in dedi. To'rni saqsam birdamdan keyin shunday so'rab ketilib qopti meni deb. Shuni tassam kuchim yetmadi. Sheyx yordam bergan bo'lsangiz men qildim. Yordam berdim, tatdim. Tassam na hayotimni ko'rib boqmagan shu cho'ng bir beliq chiqdi dedim. Beliqni ag'ani tam shuni apirib, ballarni g'izolantirdim. Men beliqni ko'tarib ketib qolsam, bir odam uchrab qolib yo'lda, "Voy, men beliqni menga setib bersan" dedi. Ama ballarni to'yg'izay deb menaptim desam, men sana jiq pul bersam, uni tamoq qilib to'yg'izalaysan qo'ymdi. Setib bersan dedi. Ma'qul deb uni sotdim. Setib tamoq aldım, go'sht aldım, yemek ballarimga akib qo'shiqni to'yg'izab o'tirib endi mushun menga bunday yaxshilik qilgan bir olimga shuni bitki og'och boray deb tamoq elib ishkisini qaqsam, kimsiz debdi. Men Ahmad desam, qo'lingizni binasi bo'lsa ishkini endi qap kiring dedi. Ma'qul deb ishkini endi qap kirsam, kirib dedim ahvolni. Mushundaq sizningki tutib bergan beliqingiz bilan ballarımın qo'shiqi to'ydi, sizga ag'iz takshin deb tamoq akibdim degan ekan. Biz anda har kim akagan tamoqni biz yesak, beliq chiqmaydi daryodan. Shuni biz yemaymiz uni deyotgan. Uning bir dars bergan. Shunda deb mening qissam tugidi endi shada deb deydi. Endi bu qissani nima boshlaydi? Ahmad ibn Miskin boshlaydi. Shuni adam quldagi tugunda 2 dondan bor ekan. 2 donni mananni apirib ballaringizga yegizingizsa ben üzem yeydep ekiptim endi siz ballarımın yüzünde ekin. Maqul dep şunda xoşallıqda 2 nonni endi balam bilan ayolimi apray dep ketip basa, bir ayol 7-8 yaşdaki kichik bir balası bilan oldiga uchrab qilib, ashuni quldagi nonga qarayotganda qul telmirib, assalomu alaykum deb oldiga kelib, men chidiy olmayman, cho'ng'gan ma balam bir qancha kun bo'ldi qo'shiqqa ach, faqat chidiy olmadi degandan keyin turib ketib, men bu şu ballarımga hazır ayolim bil balam açtı. Şunu ilib menatdim deb. Endi Qur'on Kerimda "Va yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasa" degan oyat var da. Alloh taolo bu Madinadagi muhacir nimani, ansarlarni muhacirlarga shu o'zi shunday ehtiyojli turib, o'zining ehtiyojini kechib, malig'ini shunday qo'yinni ichib, uy berib, tamoq qilgan degan oyat esi kelib, bunu tamam ben sizga biray mushuni sizga yangla degan o ayol shunda xo'shilab ketdiki, balning yuzdagi xo'shallik, kichik balning yuzdagi xo'shallikni tasvirlab bilmayman deydi. Shunda va xo'shilab ketganda shu ayol hayajondan buluqlab yig'lab ketgan. Yig'lab ketgan bu odam turib, Allohdan qasamki men mush 2 nondan boshqa bir narsa bo'lgan bo'lsa, sizni mush qiyinchilikni qutqizib qo'yatdim. Boshqa bir narsam yo'q. Mushundan o'zim yangla deb birib bulab aş balının nimasiga qarab men aş balninki xo'shallikqa qarab ochliqim ko'tarilib ketdi dedi. Ashunda bir xo'shallikda bu beg'ishlashning bir turi endi. Beg'ishlashda ayda bir xo'shallikda o'zininki ehtiyoji ko'tarilib ketgan. Masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr roziyallohu anhu g'arda turib, ya'ni Madinaga minish yo'lda ushlab ketib bir qacha sut biritgan bir yo'lda birlari. Qilgandan Rasulullah bana içkin desiyor. Rasulullah özleri iste aval ben içeceği de turalken. Bakıldı Rasulullah'ın içkinini görüp Abu Bakr Razı'nın vallahi benim usulluğum hazır fakat ketti değil. Resmi kettiğilik. Aşın köre kettiğilikte şunda olurken değişlaştı. Aşın üzüge güç, energiya, bir huzur bulurken de şununla hem de bir kap uyamga mang'aydab ketib, o'ylab, ikki nonni aran tepibdim, 2 nonni bir vatdim. Endi balarimga nima deb boraman de. Talog'i chiqdim, ko'rdim meni. Nima deb boraman deb bir daraxtning tuyida o'tirib, beshiqib ayda o'tirsa, xil arliq o'tibga ayollar gaplashishgan o'rliqda bola bilan. Shundan keyin o'tirsa, nima? Abu Nasr Sayyab degan adam yo'lda uchrab, "Hoy Ahmad, o'tirsan bu yerda. Uyanga bormam, uyanga boylik qo'shab keldi. Islimini masxir qilmaslar. Isli bergan nonni iski bir vatdim, hozir balarimga nima beraman deb ishim qetib o'tiryapman degandan, rosti bilan uyanga boylik qo'shab ketdi. Qanday bo'ldi desa, burun sening dadang Basrida tug'an chaqda dadang birisiga qarz berib ekan,
Bəlxdən gələn bir adam yolda binası bulançığa uçrab ketib, pul məli nəhayət ehtiyac bolğan ki, onun bir altın gümüş xəzir birikən. Dadası öləb getilgan. Bu dadası öləb getgan, amma belə bilməydi. O çağda onu əkib verməbdi. Şunu əkib dikən, əkilib Bəsirə barsan, bu adam öləb getdi. Bunu Əhməd Miskin deyə bir balası Bağdadda turdu. Aşağı barsan bu dəpdi. Dəpdikən ko'chaga kelib, mendan so'rabdi, men seni bilganki, uyingga boshlab olib berdim. O uyingda shu qancha ot nima qiliqli yemak, ichmakmi bor, pulmi bor, kiyim-kechak bor, shunday binasini akeldi deganki, uyga borsa, rost shunday ekan. Shuning bilan bu odam taq esi kelib, ayolga mening qo'limda binasi bo'lgan bo'lsa, qiyinchilikni chiqardim sizlarni deganni o'ylab, uyda binasini yemay, shu binasini elib, yemak, ichmak, pul, kiyim-kechak elib, ayolini berib, balasiga berib aynaq ketganda bir vetdeb onun balalarga toza, yaxshi bir g'izo olib, uxlab qolgan kechasi. Uxlab qolganki bir tush ko'rdi ekan bu. Tush ko'rib, qiyomat ularmish. Qiyomat bo'lgan kun shu qo'rqinchli shunda, yali tavbaganda shunda bular qiyomat ular on ko'zni shu tushda, endi tushda. Qiyomat oldu, men qiyomatga ketdiman deb xudo ishni kutarsa, bu qiyomat hisob maydoniga ketdi. Hisob maydoniga kelgandan keyin tarozining ikki nimasi qo'yilibdi oldiga, bir tarafiga savobi, bir tarafiga gunohi. Qo'yilgan kunda tursa, buningki shu savobli amallari kagil turibdi. Shu her sandıkta dedi, her sandıkta tüpüskü var. Namaz, mav, zakat, mav, hac, mav deganda nat, hayvetli shunda yo'g'on keldiydi. Ba'zi ma tarafiga, mav, gunoh va tarafiga kichik binaslar keldi, ammo nat qo'rqinchli chayandak, ilondak, ayni qo'rqinchli binaslar keldi. Kelishga qarab men albatta men savoblarim bak jiq keldi-ku deb tursam, shuncha jiq savoblarimni men kichik binasi ma tarafga kelganda shunday besib ketdi, o savoblarim da ko'tarilib ketdi. Ko'tarilib ketdi. O, nim bo'ldi endi bu yerda deb shunda qo'rqib ketdim deydi. Endi bu musha bilan munosabatlik endi bunday nima borda. Masalan, endi biz kundalik qilayotgan ibodatlarimizda qilayotgan yaxshilikni cho'ng sanab ketamiz. Biz degan 5 vaqt namoz o'qiymiz, biz degan Qur'on o'qiymiz, biz degan hajga boramiz, zakot beramiz. O Alloh taolo bizga buyurgan burch. Biz bu Allah vazifa onu qilish kerak. Shu qilsang savobini mukofot topasan, qilmasang jazosi bor endi buniki. Bu Alloh taolo buyurgan bir emir bu. Bu na cho'ng ish qilganlik emas endi o'cha amaliyotda. Ammo buni o'zimizning ko'zga yo'g'on ko'rinib ketadi, ammo kishilarga qilgan yomonlik o'zimizning ko'zga na kichik ko'rinib ketadi. Masalan, Aisha roziyallohu anha bir vaqtida Rasulullohga, Safiya roziyallohu anhani Rasulullohning yani bir ayağını pakaraqken Paka demek şular, Safiye mındak deydi ekan. Paka degan gapni eg'izdan chiqarmag'ili desa, Rasululloh siz shunda bir gapni qildingiz ki, mushuni dengizga tashlasa, mushuni dengizning suyini o'zgartirishlik darajada bunda yomon gapni qildingiz deydi. Paka degan gap og'izdan chiqmadi. Ammo shuni ishorat qilib deganda endi. Bu kishilarning haqqi desa biz doim adamning aqli keldi, kishilarning pul molini yig'ganlikni aqliga keldi. Kishilarning haqqi degan kishilarning obro'yini qo'g'dash haqqi, huquqini qo'g'dash haqqi, nurg'un haqqi. Ammo uni biz kichik sanaymizda, kichik sanagan bilan Allohning dargohida bizning yo'g'on sanagan amallarimiz kichik, bizim kichik sanaganimiz yo'g'on bo'lib qolgan gapda shu anni bisib ketgan endi. Buningki haqiqatga udul keltirgan yana bir tarafi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni bunda degancha bir sahobalarga bir qavm bor, ular shu qiyomat kuni tihomat taqirdak amallarni qildi. Anodg'o kishilar sanduqdagi amallar ko'rinadi, ammo Rasulullohning degani Tihama taqirdak Saudiya Arabiston Tihama degan bir shahar bor. Shu taqirdak Tihama taqirdak shundoq amallar bilan keldi deydi. Keldi, ammo hisob maydoniga kelganda Alloh taolo uni tuzanda tuz qilib hech nima yo'q bo'lib ketdi deydi. Tog'dak amal. Ya Rasululloh bu qanday odamlar, bu dabbaslar, bilib olaylik degandik. U odam sizning orangizda, o'zingizning millatidan, o'zingizning arasidan, o'zingizning orangizda odamlar. U odamlar kunduzi sizlar namoz o'qiydi, namoz o'qib ketib harom ish qildi dedi. Endi harom ish qildi desam, bizning aqlimizga shu keldi. Jazoni qilganlik, qimir o'ynaganlik, haroq ichganlik, zina qilganlik cho'ng haromni endi. Adam o'ltirganlik masalan, bu gunoh kabira. Ayadagi harom degan ish kichik gunoh, cho'ng kishi hammasini oldi.
endi haromning hammasi harom, lekin darajasi o'xshash emas endi. Masalan, bizning g'aybatni qilishmi harom, bizning obro'yini to'kishmi harom, bizniki haqqini dafsanda qilishmi harom, hurmatlanishni iborat haqqini dafsanda qilishmi harom. Ya'ni boshqa birisininki nimasiga haqqiga, qanday bir haqqiga, ilmiy haqqi yo adabiy haqqi ashuni tajovuz qilish hammasi haromda. Payg'ambar alayhisalom shu mishada ashuni amal, shu tog'dak, shunda tog'dak bo'lsa-mu, hayot tub-tuz qilyotdi. Nima sababdan desa, shu boshqalarniki haqqini başkalarına hakkı tecavüz kılgalık için. Yani bir hadis var, hemmeden bildim meşhur bir hadise. Menil muflis deydi. Muflis degen hem de iflas kılgan elki nime? Kurup kol kagan. Kurup kol kagan adam degen kandak adam deysler dese, sahabeler bizde elki dinar yok, dirhem yok adamın kurup kagan adam deyimiz geldi. Benim ümmetimden kıyamet günü kurup kaldığını, bu elki zakat bilen, ruzu bilen, hac bilen hemmisi tuluk kilido. Ama unutulgan, onun hakkını yivagan, onu kakşatgan, ve onu urgan, onun qanini tökkan ashunda olib, mushuni qilgan amallarning savobi an epirildi, zulm qilgan odam epirildi. Agar tugab qolsa, uning savobi, uning gunohlari mana yuyilib do'zaxga kirdi deyildi. Shunda bo'lganda endi bu yerda insonlarning nazarida endi nayda kichik sanalgan ashuna gunohlar Alloh taolaning nazarida endi ig'ir. Bizning nazarimizda yo'g'on sanalgan amallarimiz oyoq kelganda haliqi bulutdek, bulutdek, haliqi nimani binasini yo'gab akilgan bu da bulut binasini. Vazni yo'q, yo'g'on turdi, vazni yo'q ashuna narsa. Shunga vazni yo'q bo'lib qoldigan gapganda, u diqqat qilgan gapgan. Endi qisming oxir qanday bo'ldi desa, bu odam nayt qo'qab ketgandan qo'qab ketib tursa, yana birisi deytgan, "Ya buningki nimasi hech qanday amali yo'q ekan, buningki savobning hammasi mushumi ne desa, yana bir qarab baqinglar bormikan desa, qarab tursa, ikki dona non kelgan, ikki dona non kelgandan shu ikki dona gunoh bilan tanglab qolgan. Ma gunohi, besib ketgan gunohi shunday ko'tarilib, ma ikki donani ikki tanglab qolgan. Tanglab qolgan endi qutulishga o'xshaymi deb tursa, yana birisi, "Ya bu nonning yerim savobi Abu Sayyabqa o baga unonni, bu nonning hamma savobi yo'q buningga." Texmi qo'qab ketdi-da. O qanday qilma deb shunda qattiq qo'qab ketib ayda turtgan endi. Bu yerda nimishga ikki non besib ketdi, bilasiz shunami? Bagan ikki non. Ammo masalan, mushu munosabat bilan deymizki, masalan bir odam 10 ming dollar pul qaylab, ash haramga berib, aşağıda bir ay itikaf olsun, 2 ay itikaf olsun, 10 ming dollar pul qaylab Allah yolda. Allah yolda qanday? Allah yolda qaylab kelgandan yüzünün meyli qo'shnisi olsun, ya tuqquni olsun, ya do'sti olsun, ya xizmatchisi olsun, xizmatdori olsun, xizmatdoshi. Qanday bir odam bo'lsa, bir mu'min, bir musulmonning hajini vaqti 1000 dollar qaylasa, 10 ming dollar, 1000 dollar qaylasa, vallahi lazim 10 ming dollardan 1000 dollar nechasi savobi. Nimish qilib vallahi lazim deb chin deyalaymiz desa, Peygamber Efendimiz bir hadis var da, bunda degan. Yani sahih hadisda menimki bir Müslüman qarindishimning hojatini ravo qilib berishim, qanday bir hojat olsun mayli. Bir hojatini ravo qilib berishim, mening musulmon masjidimda mushu Madinadagi masjid, mushu masjidda bir ay itikaf qilganimdan afzal deylikda. Endi tasdiqlandi shunday, tasdiqlangan o'shamda. Rasululloh endi yani bir odamning bir hojatini ravo qilib berish mushu Masjid Nabaviyda. Masjid Nabaviyda 2 rakat namoz o'qisa qanchalik savob bo'lganligimiz. Ashuni eshib ketdi o deylikda bu yerda. Ya bu hakikaten o'ylashga tegishli. Shunga bizning din hamda din bütün aşı rahmet olab kelgan ekan, mayli musulmonga rahmat, kofirga rahmat, hayvonga rahmat, uchar qushga rahmat. Nimishqa musulmonlarning soyasida aşı kofirlarning rahim shafqatdan, adolatdan nasibasini ilib yashaydi. Bu shunchalik shafqatli ekan, insoniyatga shunday shafqat. Masalan, o yaxshilik qilishda men musulmon ekan, men kofir ekan deb emas. Her qanday likulli rotabin deydi Rasululloh. Her qanday bir Cenab-ı bir narsaga yaxshilik qilish, yani aşı savobga erishdi. U Cenab-ı narsa mayli mushuk olsun, mayli it olsun, mayli quchqash olsun, mayli inson olsun, mayli kofir olsun, yordam qilish. Masalan, bilisizlar hammaylar anglagansizlar, bir mu'min ayol bir mushukka ya suv emay, ya tamoq vermay bog'lab qolibdi ekan, bu mushuk ulab qolibdi. Ulab qolgan bu ayol do'zax bo'ldi deyilgan hadisda. Rasululloh ikkidan o'rnakni ajabni ko'rsatdilar. Yani bir ayol, bir rivayette fahişe ayol deydi mesela. Bir ayol ketib borsa, bir işte şu
quduqning qishda naytı ussab, shu tillarini chiqarib issiqda aylanib ketgan. Bu shu issiqda bo'lmaganda mendek ussab ketgan o'xshaydi bu. Deb oyig'ini yishib quduqqa kirib quduq bir qanday qilib aşağıdan suvni chiqarib oyig'ida uni uchkizibdi-da, shuning sababi bilan buni gunohini mag'firat qilyapti deydi. Demak bu din va ibodat qilishimiz bor. Namoz, ro'za, zakot, Qur'on o'qish hammasining birdan illati bor. Birdan illati bizni ravurus inson qilish, adam qilish, inson. Tug'ilgan vaqtimizdagi malaikadek yaxshi inson qilish uchun o'sha ibodatlar buyurilgan. Xuddi doktorning doğrusuga o'xshash. Ammo masalan ibodatni qilaverib, nurg'un hamma ibodatda bor, ammo bu odam tuzalmasa, inson bo'lmasa, odam bo'lmasa, yana shu kazzab, qo'ymichi, yana mujda bo'lsa, meshki kelganda malaika, o'yga kelganda zolim, taloqqa chiqqanda aldamchi bo'lsa, bu doktorning dorisini ham kasalga saqaymagan kasalga o'xshashli bir gapdanmi? Saqaymagan kasalga o'xshashli gapdan. Alloh uni saqlasin endi. Shunga bu din insonlarga rahmat bo'lganligi uchun başqalarga qilgan yaxshilik beg'ishlash, ya'ni beg'ishlash, az beg'ishlagan, ko'p beg'ishlagan, bo'sh beg'ishlash Allohning dargohiga nayt yuqori bo'lgan. Shuning bilan endi bu odamniki savob bilan gunohi o'xshash kelib qoldi endi. O'xshash kelib qolgandan keyin qanday birisi turib uni bu yerimi boshqasining degan bu odam endi qutulanmadi, tugashdim men endi deb tursa, yana yo'qmikan degan bir ayolning ko'z yoshi bor ekan deb ko'z yoshini aytgan. Ko'z yosh degan shunda shaqirib taroziga tushib ketdi. Shar tushib daryodak bo'ldi, dengizdak bo'ldi. Suv degan bir shaqirib tushib turibdi. Tarozidan besib oldi, faqat besib oldi deydi. Suv qattiq bosib besib olgan degan shuningda turib endi qutuldim deb o'ylab tursam, qutuldi bu degan ovoz keldi. Yani qutuldim, Allohga shukr qutuldim deb bir vaqirabdim, tushundim, o'g'inib ketdim deb ana ichida tushundim. Demek endi bu qissadan beg'ishlashning Allohning dargohida qanchalik yuqori ekanligini, mayli beg'ishlash, mayli qo'shnimiz bo'lsin, do'stimiz bo'lsin, tulmay qadam bo'lsin, hatto bir jinoa odamga beg'ishlash, rahim shafqat. Chunki rahim shafqat bo'lmasa, bu iymon ikkisi agar iymon bor qalbda cho'qim rahim shafqat bo'ldi. Agar yuragi qattiq rahim shafqatsiz odamni ko'rsak, bu odam ya iymoni yo'q, ya iymoni ojiz deb rasmi desak bo'ladi hamcha. Chunki rahim shafqat shu iymon haqiqiy rahim shafqatli qilingan insoncha. Bunida bir beg'ishlash ruhi bor. Uningkin ota-onasining qilgan yaxshiligidan ballarning manfaatini tutqani. Şu biz mesela ballarımız yaxshi kun ko'rsin, ballarimizga bir yaxshilik qilinsin desak, biz yaxshilik qilsak bo'ladi. Qur'on Karimda o'kani Abuhuma Solihan deydi-ku, bu. Demin Xizr alayhissalom qo'pirab qo'ygan, tamni qo'pirab qo'ygan yetim balaning haqqi bor ekan, uning ostida. Bu dadasi yaxshidan dedi, dadasi yaxshidan bo'lganligi uchun ani aydaq qo'yaldi ekan. Endi uningki yana biri omonatni üteş. Neçə yil ütəb ketgan bo'lsa, adam ki omonatni üteyligi endi aninki. Ammo shunday bir, ya'ni mening aqlimga kelgan, mening aqlimga kelgan paylarim bu. Uni anglagan odam, hamma odam har xil ibratni ola oladi uni o'ylasangda. Bugungi shu beg'ishlash demoqchi bo'lgan tema mushinolar menda oxiri shudir. Qolganni qarindoshlar mayli beg'ishlash to'g'risida o'zingizga yana bunda to'liqlayotganini qilib dan saqlagan yaxshi.